Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yangi ishlarimiz bitdi. Akfa alyumin tupmokko degan rangi. Ikkita eshik, ikkita rom, bitta xomma mushuk oq. Eshigimiz ligirovkalarga e'tibor berasizlar. Qirq beshlik podokonni qo'yib berganmiz. Akfa kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan podokonliklarimiz. Mijozimiz talabidan kelib chiqib, podokonligini oq qilib berganmiz. Profilimiz rangi dupmokko. Alyumin oynalari 2 qavat. Tashqi qavati yodoviy, ichkarisi oddiy oq oynak. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Bu joyda dushimizga o'tib ketadigan joyi.